Kreatin haqida hech kim bilmagan ma'lumotlarni bering-chi. Kreatin o'zi kuch ko'paytirishga, chidamlilikni oshirishga, trenirovkalardan keyin qayta tiklanishni tezlashtirish uchun ayollar ham, erkaklar ham, yosh kattalar ham, yosh kichkinalar ham ichishi shart bo'lgan eng arzon qo'shimcha. Faqat muskul massasi yig'ayotganda ichish kerakmi? Chunki tanaga suv yig'adi deyshadi-ku. Odam organizmida ortiqcha suvni bechara kreatin emas, noto'g'ri dieta, noto'g'ri ovqatlanish, hayotiy stresslardan ishlab chiqarilgan kortizol gormoni yig'ib beradi. Ikkinchidan, kreatin teri ostiga emas, muskul hujayrasiga uni kattalashtirish uchun suv yig'adi. Ya'ni organizmga aynan muskullarni kattalashtirish yoki ves tashiyotganda muskullarni saqlab turishimiz kerak. Shuning uchun muskullarga ko'proq resurs kerak degan signalni beradi. Shunda ham ves tashiyotganlar, ham muskul yig'ayotganlar, hatto ayollar ham ichish shart demoqchimisiz? Aynan shunaqa. Chunki ayollarda erkaklarga qaraganda muskul massasi ancha kam bo'ladi. Shuni hisobiga agar ular kreatin ichmaydigan bo'lsa, mashg'uloti va mashg'ulotdan keyin qayta tiklanishi juda ham og'ir kechadi. Rasmda ko'rib turgan fitness modellarining hammasi kreatinni ishlatadi. Tushunarli. Qanaqa qilib ichib kreatindan maksimal tezroq va effektivroq foydalansam bo'ladi? Aslida kreatinni qanaqa, nima bilan, qachon ichish umuman farqi yo'q. Uni yagona oltin qoidasi to'g'ri va og'ir trenirovka. Lekin sen aytgandagi tezroq maksimal effekt ko'rishing uchun vazningni hisoblab sxema bilan ichadigan bo'lsang, maksimal effekt ko'rasan. Vaznimga hisoblash sxemasini qayerdan olaman? Videoga like bosib, kommentariyaga to'g'ri raqamni yozib qoldiradigan bo'lsang, men senga kreatinni kurs qilib ichish sxemasini bepul yuborib qo'yaman.